Mana o'rtoqlar, insulin dozasini hisoblash va insulinni tortish, yuborish texnikasi haqida gaplashib chiqamiz. Insulinlar ikkinchi tip va birinchi tip qandli diabetda ishlatiladigan, mana shu qandli diabetda qondagi qand miqdorini kamaytirish maqsadida ishlatiladigan dori vositalari hisoblanadi. Birinchi tip qandli diabetda to'g'ridan-to'g'ri insulin qilinadi. Insulindan boshlanadi. Ikkinchi tip qandli diabetda dastlab tabletkalar buyuriladi. Undan so'ng tabletka ta'sir qilmay qo'ygan paytda nimaga o'tiladi? Insulinlarga o'tilar ekan. Insulinlar flakonlarda chiqariladi va flakondagi bitta flakondagi miqdor 10 millilitrni tashkil qiladi va 10 millilitrning har bir millilitri 100 ta'sir birlikdan insulin saqlaydi. Qaytarib o'taman. 10 millilitr flakonda chiqariladigan insulinlarimizning har bir millilitri 100 ta'sir birlik insulin saqlar ekan va uni qorniga yozib qo'yadi. Ko'rib turganingizdek, mana insulin 100 units per millilitr deyapti. Ya'ni har millilitri 100 ta'sir birlik saqlaydi. Ya'ni birlik shpritsga to'liq tortadigan bo'lsangiz, 100 chiziqgacha tortadigan bo'lsangiz, demak 100 единица insulin mana shu 1 millilitrni tarkibiga kirib ketar ekan. Bundan tashqari 40 ta'sir birlik 1 millilitrda 40 ta'sir birlik 1 millilitrda 60 ta'sir birlik 1 millilitrda 80 ta'sir birlik insulinlar saqlovchilari ham mavjud bo'lar ekan. Buni shu qorniga yozib qo'ygan yo'riqnomasidan ko'rib olar ekanmiz. Insulinlarni единицаlarda ifodalaniladi. Ya'ni ingliz tilida unit, rus tilida единица, o'zbek tilida birlikda ifodalanar ekan. Hamda insulinlarni insulin shpritslari orqali nima qilinadi? Yuboriladi. Insulin shpritslari 30lik, 50lik hamda 100lik insulin shpritslari farqlanadi. Ya'ni 30lik, 50lik va 100lik insulin shpritslarimiz. Bularni ko'rib turibsiz. Ignasi juda ham kichkina va ingichka holatda bo'ladi va shprits ham juda ham kichkina holatda bo'lar ekan. Bularda insulin shpritslarida 100lik insulin shpritsimizda har bir chiziq 2 единицаga to'g'ri keladi va 30lik va 50lik shpritslarimizda har bir chiziq 1 единицаga to'g'ri keladi. 100lik insulin shpritsimiz yoki birlik insulin shpritsimiz turibdi, ko'rib turganingiz. A raqamga harfga e'tibor beradigan bo'lsak, xo'p, mana rang bilan bo'yab qo'yilgan qismida bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 10ta, 11ta, 12ta chiziq. Demak, 12ta chizig'imiz, har bir chizig'imiz 2 ta'sir birlikdan bo'lgandan keyin 12ta chizig'imiz nechta ta'sir birlik bo'ladi? 24 ta'sir birlik bo'ladi. Ikkinchisida B harfda belgilanganida bo'lsa 5, 10, 15, 20, 25 ta chiziq, 26, 27 ta chiziq turibdi masjidgacha. 27 ta chizig'imiz nechta ta'sir birlik insulinga to'g'ri keladi o'rtoqlar? 54. To'g'ri. Demak, 54 ta'sir birlik insulinga to'g'ri kelar ekan. Sizga agar shifokoringiz menga 10 ta'sir birlik insulin tortib ber deydigan bo'lsa, nechta chiziq insulin tortasiz? Mana shu birlik 5 ta chiziq. 5 ta chiziq to'g'ri. 14 deydigan bo'lsa 7 ta chiziq tortamiz. 16 torti deydigan bo'lsa 8 ta chiziq tortamiz. Mana shunaqa tartibda amalga oshiriladi. Ammo bu faqatgina 100lik shpritslarda. 50lik shpritsimizda endi har bir chiziq 1 единицаga to'g'ri keladi. Sizga 10 единица insulin tortib ber desa, 50lik shprits bo'ladigan bo'lsa 10 gacha tortasiz. 15 tortib ber desa 15 chiziq, 16 desa 16-chiziqqacha, 22 tortib ber desa 20, 21, 22-chiziqqacha tortar ekansiz. 30likda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Insulinlarni yuborish joylari qayerga yuboriladi? Kindikning demak yuqoriga va pastki qismlariga, o'ng hamda chap tomonda. Sonning tashqi yuzalariga, yelkaning tashqi yuzasiga va dumbaning ustki qismlariga insulinlarni yuborar ekanmiz. Xo'p, rasm ko'rinyaptimi? O'zi rosa gapirib ketyapman. Ko'rinyapti. Ko'rinyapti. Bo'ldi. Xo'p, insulinni yuborish texnikasi: dastlab qo'llarni yuvasiz, albatta bizga kerakli bo'ladi insulin shpritslari, paxta hamda flakonda insulin kerak bo'ladi. Insulinni olgandan keyin qo'l orasiga olib turib, aylantirib, aralashtirib yuboramiz. Ustini qopqog'ini ochamiz. Hop, steril paxta bilan artib tashlaymiz. Kerakli miqdordagi insulinni tortamiz hamda tananing belgilangan qismiga mana shu insulinni yuborar ekanmiz. Teri burmasini hosil qilib. Teri burmasini hosil qilamiz. 1, 2, 3, 4, 5 gacha sanab turib qo'yib yuborar ekanmiz. Ishqalash mumkin emas, spirtli paxtalarni qo'llash mumkin emas. Bular ikkitasi ham insulinning so'rilishiga ta'sir ko'rsatadi. Agar ishqalaydigan bo'lsangiz, insulin juda ham tez so'rilib ketib, bemor gipoglikemik komaga tushib qolishi mumkin. Spirtli paxtalar insulinni ta'sir mexanizmiga
dozasini nima deydi, yaxshi ta'sir qilmasligiga, yetib bormasligiga sabab bo'lishi mumkin ekan. Shuning uchun ikkita holatni ham ishlatmaymiz, ikkita holatni ham qo'llamaymiz. Mikrob tushmaydi,